Shaytonlar haqida gaplashamiz. Ular seni huzuringga kelib ko'radiki, sen ibodatgo'y, ba'zi duo va zikrlarni o'qib yurasan. Ular aytadiki, "Yo'q, bu odamga bizning kuchimiz yetmaydi. Biz u odamni ko'ra olmayapmiz" deydi. Ha, shunday odamlar ham bor. Men unga jinlarni yuborganimda qaytib kelib aytadiki, "Men uni hamma yerdan, osmon va yer oralig'idan izladim, lekin topa olmadim. Ovozini eshitaman, lekin ko'rmayman. Men u odamni uzoqdan ko'raman, ana u odam turibdi, lekin u masofadan men unga ta'sir qila olmayman. Shu sababli unga yaqinlashsam, u g'oyib bo'ladi, uni ko'ra olmayman." Bu so'zlarni hammasini menga jinlar aytgan. Uzoqdan ko'radi, lekin yaqinlashsa g'oyib bo'ladi va faqat uni ovozini eshitadi. Agar gapirmasa, bilmaydiki u odam turibdimi, yuribdimi va qo'lidan hech narsa kelmaydi. Keyin biz boshqa jinlarni jo'natamiz. Ularning nomi itoatsiz shayton jinlardir. Astag'firullah. Darhaqiqat biz eng yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik va uni har bir itoatsiz shaytondan, jindan saqladik. Itoatsiz shayton jinlar seni oldinga boradi va ular avvalgi shaytonlardan ko'ra kuchliroqdir. Bu shaytonlar seni ko'ra oladi. Avvalgi shaytonlar seni ko'ra olmagan edi, lekin ular senga 5-10 qadamga yaqinlashishi bilan qandaydir qaynoq haroratni sezadi. Ular aytadiki, biz unga yaqinlashsak qaynoq haroratni sezdik. Bu odamning himoyasi bor. U Qur'on o'qir ekan. Bu hammasi zikrning ahamiyatli ekanini isbotlaydi. Masalan, sen hojatxonaga kirayotib, sunnatga muvofiq Allohumma inni a'udhu bika minal hubsi val habais desang, u yerdagi shaytonlar seni ko'ra oladimi? Yo'q, albatta. Seni ular ko'ra olmaydi. Ular misoli ko'r bo'lib qoladi. Sen kirasan, hojatingni chiqarasan, ular seni har tomondan izlaydi, lekin seni topa olmaydi. Sen esa bamayli xotir ishingni bitirasan. Ko'rdingizmi zikrning foydasini? U qanchalik muhim. Biz bu haqida sunnatdan o'rganmadik. Biz bularni hammasini shayton va jinlar bilan hamkorlikda ishlagan vaqtda shaytonlardan bildik. Biz keyinroq bildikki, bu haqida sunnatda hadis bor ekan. Zikrning foydasini ko'rdingizmi? Qachon sunnatga amal qilsangiz, juda ko'p muammolardan xalos bo'lasiz. Demak, itoatsiz shayton jinlar ham qo'lidan hech narsa kelmasdan qaytib keldi. Keyin biz ifritlarni ishga solamiz. Ifritlar avvalgilardan ko'ra anchayin kuchli bo'ladi. Ifritlarning musulmoni, yahudiylari, xristianlari va dinsizlari bor. Ifritlar aytadiki, biz bu odamni oldiga bordik va uni farishtalar himoya qilayotganini ko'rdik. Mana shu yerda menda savol tug'ildi va ifritlardan biridan so'radim: "Yaxshi, sizlar ham farishtasizlar-ku, nima muammo?" Negaki ular menga o'zlarini farishta deb tanishtirgan edi. Men bu haqida avval gapirib bergan edim. Ifrit aytdiki, "Ha, biz ham farishta, lekin u odamni atrofidagi farishtalar buyuk farishtalardir. Ko'rdingizmi ularning hiyla-nayrangini? O'zi farishta emas, lekin seni yo'ldan urish uchun o'zini farishta deb tanishtiradi. Aslida u jin ekanligini bilib qolmasliging uchun seni chalg'itadi va aytadiki, "Ha, biz ham farishta, lekin ular buyuk farishtalardir. Biz ularni hurmat qilamiz, ishlariga xalaqit bermaymiz va ular bor yerga kirmaymiz. U farishtalar hozir u odam bilan birga. Shuning uchun biz farishtalar uni tark qilishini kutamiz-da, keyin borib ishimizni qilamiz" deydi. Lekin farishtalar uni hech qachon tark qilmaydi. Qachon tark qiladi? Qachonki u odam himoya zikrlarni zikr qilmay qo'ysagina tark qiladi. U farishtalarni zikr qiladiganlarni himoya qiladigan farishtalar deb atashadi. Ular sunnatga muvofiq zikr qilishadi va u zikrni bizga Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan. U zikrni senga aslo Shayx Hamidga o'xshash pirlar bergan emas. Demak, u farishtalarni zikr qiladiganlarni himoya qiladigan farishtalar deb atashadi. Jinlar aytadiki, u farishtalar hozir u odam bilan birga. Shuning uchun biz farishtalar uni tark qilishini kutamiz-da, keyin borib maqsadimizga erishamiz deydi. Zikr qilish xayolingdan ko'tarilsa, Alloh kechirguvchidir. Lekin agar sen bila turib zikrni tark qilsang va boshqa narsani undan a'lo deb bilsang, ana o'shanda jinlar seni mahv qilishi mumkin. Agar zikr qilish yodingdan ko'tarilsa va hatto namoz yodingdan ko'tarilsa, to yodingga tushmaguncha Alloh seni ayblamaydi. Lekin sen u namozni bila turib o'qimasang, o'tkazib yuborsang, Allohning oldida javobgar bo'lasan. Alloh sizlarni mag'firat qilsin. Demak, u ifritlar ham qaytib keldi. Endi biz senga shunday shaytonlarni jo'natamizki, ular sen zikr qilganingda zikringdan adashtirishga harakat qiladi. Tahorat paytida va namozda xayolingni buzadi. Avvalda biz ismini bilmaydigan shayton bor edi.
edi. Uni o'zini ismi bor ekan. Hozir men uni ismini eslay olmayapman. Uning haqiqiy ismi Valhan. Valhanning ishi namoz vaqtida odamni namozdan chalg'itishdir. Tahorat olganingda va yoki hojatga kirib chiqqaningda zikrni unutasan. Natijada Valhan senga hamroh bo'ladi. Masalan, tahorat olganingda bismillah deyishing sunnatdir. Lekin yuzimni yorug' qilgin, namoyi amolimni o'ng qo'limdan bergin, oyoqlarimni sirat ko'prigi ustida sobit qadam qilgin kabi sunnatda yo'q duolarni qilsang, demak sen tahoratni to'g'ri qilmading. Negaki sunnatda faqat bismillah deyishlik belgilangan. Dinda yangilik o'ylab topishni keragi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam faqatgina bismillah dedi. Allohning payg'ambari Muhammad sollallohu alayhi va sallamdan aqlli bo'lmoqchimisan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatgandek bismillah degin bo'ldi. Agar sen o'ylab topilgan jannatni hidini hidlatgin, gunohlarimni kechirgin kabi duolarni qilsang, shayton darhol ishga kirishadi. Bular haqida biz ilgari shaytonlar bilan ishlagan paytimizda bilgan edik. Ko'rdingmi, u sunnatga muvofiq amal qilishingga to'sqinlik qiladi. Sunnatga qo'shasanmi, olasanmi, farqi yo'q. Shaytonga imkon bergan bo'lasan. Bu shaytonga berilgan imkoniyatdir. Biz ilgari sizlarga yana bir shaytonni jo'natar edik, lekin uni ismini bilmas edik. Endi sunnatni o'rganganimizdan keyin bildikki, uni ismi Hanzat ekan. U Hanzat seni hech tark etmaydi. Hatto tahoratda va zikrda sunnatga amal qilib masjidda o'tirsang ham, masalan, jamoat namoziga turganida ulardan biri esnaydi. Aytgancha esnash bu shaytondandir. Demak, bir kishi esnasa, qolganlari ham birin-ketin esnay boshlaydi. Hanzat darhol odamlarni namozdan chalg'itish ishlarini boshlaydi. Jinlarni odam ichiga kirishligiga sabab bo'ladigan ishlardan biri bu eslashdir. Odam o'ta qo'rqqanda ham shayton uni ichiga kiradi. Odam qo'rqqanda nima qiladi? Shayton darhol ichiga kiradi. Odam g'azablanganda ham shayton uni ichiga kiradi. G'azablangan odamni tasavvur qiling, uni tomirlari shishgan, qattiq chiqirgan va tez-tez chuqur nafas olyapti. Asosan mana shu 3 yo'l bilan shayton odamni ichiga kiradi. Demak, shaytonlar seni qo'lga kiritish uchun turli yo'llar bilan chalg'itadi. Sunnatga amal qilmaganing ularga yordam berganingdir. Shunday qilib, u shaytonlardan ham natija chiqmagach, ular qaytib keldi. Boshimiz berk ko'chaga kirib qoldik va oqibat biz seni yaqin hamrohing qarin shaytonga murojaat qilamiz va uni o'zining shartlari bor. Nima qilib bo'lsa ham biz seni ma'f qilishimiz kerak. Bir narsa borki, uni hamma to'g'ri anglashi kerak. Har bir odam uni tushunib ishonch hosil qilishi kerakki, Allohning iznisiz senga hech qanday zarar yetmaydi. Allohning iznisiz hech kim boshqa birovga zarar yetkaza olmaydi. Allohning izni bilangina bizni sehr jodu odamga ta'sir qiladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Agar Alloh senga taqdir qilib bitmagan bo'lsa, hech kim hech qachon seni sehrlay olmaydi. Negaki sehrlanish taqdiringda yo'q. Agar Alloh seni sehrlashlarini taqdir qilgan bo'lsa, yuqorida aytganimdek yo'llar bilan seni sehrlay oladilar. Masalan, Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sehrlanishni taqdir qilgandi. Uni sehrlashdi-ku axir. Hech qaysimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tukiga ham teng kelmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning darajalari, duolari, zikr ibodatlari, tavba va taqvolariga qaramay sehrlay oldi-ku kofirlar. Bu Allohning taqdiri edi. Lekin ozgina zarar yetdi xolos. 3 dirham evaziga qilingan sehr sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lishlari kerak edi. 3 dirham evaziga ya. Lekin Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni saqladi. Bir so'z bilan aytganda, menga pul bersang, nimalar qilmayman. Oxir oqibat men u odamga qarshi yaqin hamrohi qarin shaytonni ishga solamanki, u odam undan qochib ham qutula olmaydi, yashirina ham olmaydi. Hattoki zikr qiladigan ibodatgo'y bo'lsa ham, yaqin hamrohing jindan qochib qutulishning iloji yo'q. Har birimiz bilan to o'lgunimizgacha doimo hamroh farishta va doimo hamroh shayton yuradi. Ulardan hech kim xoli bo'lmaydi. Shu yo'l bilan, ya'ni hamrohing jin yordamida seni qo'lga tushirishimiz mumkin, lekin uning narxi o'ta yuqori.